Assalomu alaykum, hurmatli talabalar va tinglovchilar. Bugungi ona tili o'qitish metodikasi darsimizning mavzusi til ta'limida interfaol usullarning ahamiyati deb nomlanadi. Hozirgi kun ta'limining asosiy maqsadlaridan biri dars jarayonida o'quvchilarni faollashtirish orqali ularga bilim olish yo'llarini o'rgatishdan iboratdir. Ta'lim jarayonida ilg'or pedagog texnologiya elementlari singib bormoqda. O'qitishning interfaol usullaridan foydalanish bo'yicha muayyan tajriba to'plandi. Ona tili darslarida ta'limning interfaol usullaridan foydalanish o'quvchilarda mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini tarkib toptiradi, guruhlarda ishlashga o'rgatadi. Ko'pchilik oldida o'z fikrini bayon etish, o'z nuqtai nazarini asoslash malakalarini hosil qiladi. Har bir pedagog shuni esda tutishi kerakki, dars o'quv tarbiya jarayonining asosiy shaklidir. O'qituvchi o'quvchilarni mustaqil fikrlash, mustaqil ijod qilishga o'rgatishi lozim. Darsda 5 ta maqsad ko'zda tutiladi. Ta'lim, tarbiya, rivojlantirish, kasbga yo'llash va milliylik. Bu 5 ta maqsadni dars davomida amalga oshirish uchun interfaol usullardan foydalanib dars o'tish yaqindan ko'mak beradi. Interfaol usullardan foydalanishda o'qituvchi quyidagilarni bilishi lozim. Interfaol usullar, uning mazmun mohiyati, ta'lim maqsadlarini amalga oshirishda interfaol usullarning o'rni va roli, fanlar bo'yicha interfaol usullarni qo'llash tamoyillari, ta'limiy va ishchanlik o'yinlari, muammoli rivojlantirish ta'lim metodlari, o'quvchilarning mustaqil faoliyatlarini tashkil qilish va ta'minlash yo'llari, o'quvchilarning mustaqil ishlash mahoratini oshirish usullari, ko'rsatmali o'qitish usullari, ta'lim tarbiyani faollashtirish usullari. Interfaol usullarning ahamiyati shundaki, birinchidan, o'quvchilarda hamkorlikda ishlash ko'nikmasi shakllanadi. Ikkinchidan, o'quvchilarda ijodiy va mustaqil fikrlash malakalari tarkib topadi. Umumiy vazifalar yechimini topishda bir-birlariga ko'mak beradilar. Uchinchidan, o'quvchilar o'z ishlari natijasiga, o'qishga, ta'lim olishga shaxsan mas'ullik his qiladilar. Quyida interfaol usullarining ayrimlari bilan tanishib chiqamiz. Bular aqliy hujum, suhbat, juftlikda ishlash, rolli o'yinlar, hamkorlik, bahs-munozara, tushunchalar tahlili, idrok xaritasi, tanqidiy fikrlash, bumerang, muz yorar, fesmu, debat kabilar interfaol usullar hisoblanadi. Bugungi darsimiz mana shular haqida edi. Mana shu savol va topshiriqlarni javobini topgan holda mavzuni mustahkamlab olishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.